Do'stim, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Chaqiruvdingiz, tinchlikmi? Ha, mana shu ko'chatlarni sotishimiz kerak-da, mana shu yerda bodom ko'chatlari bor. Mana bu hammasi bodommi buni? Ha, hammasi bodom ko'chat. Mana shular sotiladi-da. Sotiladi. 2000 ta, 3000 ta ko'chat bor bu yerda. 3000 ta atrofi chiqib qoladi. Ha. Bularni qayerlarga tavsiya qilasiz? O'zimiz uyga, hovliga eksak bo'laveradimi? Endi hovliga ham bo'ladi yoki biron bir bog'dorchilik qilaman degan odamga ham yoki biron bir yashil makon dasturlari bo'ladi, mana maktablarga, yo'l yoqalarga ekilyapti. Mana shularga ham juda qo'l keladi. Bu juda bir yaxshi ko'chat. Lalimiga, qurg'oqchilikka juda chidamli. Yetishtiruvdik shu ko'chatlarni. Keyin sotishimiz kerak. Buni narxini arzonroq qilib beramizmi? Ha, odamlarga arzon qilib beramiz. Bu hovliga ham, yashil makonga ham hammasi ketaveradi, to'g'rimi? Hammasiga tushadi. 5000 so'mdan deymiz, ko'proq olsa kelishtirib beramiz. Misol uchun menga 5 ta 10 ta kerak beraverasiz, o'sha narxda. Unaqa qimmat bo'lib ketmaydi, to'g'rimi? Yo'q, qimmat bo'lmaydi. Demak, obunachilar bodom ko'chati bor, sotiladigan, narxi ham unaqa qimmat emas ekan. Atiga 5000 so'm. Yana undan tashqari kelishiladigan joyi bor. Pastda egalarini telefon raqamini qoldiramiz. Optim birinchi qo'l akalar.